Assalomu alaykum do'stlar. Biza bir nechta tadbirkorliklarni zo'r avtomatizatsiya qilganman degan keysini ko'rib chiqqanimizda shunday holat bo'lganki, avtomatizatsiya qilingan, lekin har bir otdel, har bitta departament, har bitta filial o'zini hayoti bilan avtomatizatsiya qilingan. Bir-biriga взаимоотношенияsi bo'lmaganning hisobiga bir-biri bilan ma'lumot almashishi juda ham qiyin yoki qimmat yoki kech ma'lumot almashinadi va yaxlit ekosistema yo'qligini hisobiga ham bir necha million so'mlar yoki dollarlar yo'qotayotgan bo'lishi mumkin desam, ishonasizmi? Keling, buni qanaqa bo'lishini aytib beraman. Biza bitta tadbirkorlikka bordik. Yirik tadbirkorlik, 100 dan ortiq xodimi bor. 70 tacha xodimi litsenzionni har xil programmalar ishlatishadi. Xususan, agentlar uchun SmartUp, Sales Doctor'ga o'xshagan, masalan, HR uchun Verifix, TimePay'ga o'xshagan programmalar ishlatishgan yoki Hikvision'ni o'zidan foydalanishgan. Va uni ham albatta oylik to'lovlari bor hammasini. Undan tashqari sayt qildirish xarajati bor. Sizda sayt bo'lsa 3000 ga, 5000 ga, hech bo'lmasa 1000 dollarga sayt qildirasiz va uni har oylik to'lovi 20, 50, 80 dollargacha borishi mumkin. Har bitta bo'limni klientlar bilan ishlash, agentlar bilan ishlash, vendorlar bilan ishlash uchun 3 ta, 4 ta, 5 ta Telegram botlar 1000, 2000 dollardan har biri razrabotka qilingan va uni har oylik server to'lovi va sapr to'lovlari 20 dollardan 100 dollargacha bo'lgan va bo'lyapti ham har xil bizneslarda. Ba'zi tadbirkorliklardagi buxgalterlar, finansistlar yoki zakupchiklar Google Sheet'larni yaxshi ko'rishadi. Google Sheet'larni ham programmistlari bor. 1000, 3000 dollarlarga zo'r Google Sheet'lar qilib berishadi. Baraka topishsin, buni zo'r xususiyatlari bor, lekin qolgan bo'limlar bilan ulashda yana muammolar bo'lishi mumkin. Oylik to'lovlari ham bor, ularni yana 50-100 dollarcha. Bularni ham ishlatib kelishgan ekan o'sha tadbirkorliklar. Shu bilan birgalikda sotuv bo'limida CRMlar bo'lgan, ammo CRM eng mashhuri bo'lsa, ular CRM uchun bir nechta sotuvchilarga to'lashgan, CRM ham ancha navorочный versiyalar qilishganda, qo'yib berish pullari 3000, 5000 cha chiqqan va oylik podpiskalari 150 dollardan 400 dollargacha bo'lgan. Mana shunaqasi ham bo'ladi. Eng ko'p yana populyarnisi skladlarni boshqaruviga MoySklad ishlatishadi. MoySkladga ham qo'yish pullari hozir 500-800 dollarlar kamida bo'lyapti va oylik to'lovlari 150-300 dollargacha bo'lyapti. Lekin vaholanki hamma bo'lim alohida avtomatizatsiya bo'lgan. Shef bitta hisobot ko'rmoqchi bo'lsa, hamma bo'limdan yig'ilganda bitta hisobot qilish uchun finansist yana 3 kun, 5 kun, 20 kunlab o'tirishgan. Bu avtomatizatsiya qilingani avvalambor bu zo'r holat, programmalarni ishlatmanglar demayman. Bu programmalar o'z sohalarida super chotki navorочный programmalar. Lekin yaxlit kartina ko'rish uchun, prognozlar qilish uchun, yaxlit отчетlarni ko'rish uchun sizga yagona ekotizimli ERP'lar juda ham kerak bo'ladi. Ayniqsa Odoo ERP'da yuqorida sanab o'tgan bo'limlarimiz, kamida yuqorida sanab o'tgandagi bo'limlarimiz bitta yaxlit tizimda bo'lgan. Mana shu kamida mana shu programmalarni ishlatib yiliga 30 ming dollarcha podpiskalarini, supportlarini o'ziga to'lashgan va biza Odoo joriy qilganimizdan keyin hamma funksionalni Odooda qildik va bu 11 ming dollarga tushdi. Bu hali litsenziya to'lovlarini o'zi. Endi yaxlit bitta joyda ma'lumot bo'lishi haqida yana alohida videolarda gaplashib o'tamiz. Litsenziya to'lovlarida esa agentlar boshqaruvi, xodimlarning keldi-ketdisi, mashinalarning GPS ulanishi kerak bo'lsa, xodimlarning KPI hisoblanishi, zakupkalaringiz planoviy bo'lishi va ularning KPI, grafiki, kalendari, sotuv bo'limimizdagi CRM, IP telefoniya va MyZvankiga o'xshagan programmalarni zapislari bu yoqqa tushishi, sun'iy bilan analiz qilishi, mana shularning hammasi bitta programmaning ichida bo'lyapti va atigi mana shu siz oyiga to'laydigan pulingiz где-то o'zingiz hisoblab ko'ring, 1000 dollar ham chiqmaydigan bo'lyapti. Aynan o'sha tadbirkorlikda. Agar buni 10 ta 15 ta xodimi bor biznesda taqqoslab ko'rsangiz ham 2-3 barobargacha litsenziya narxini o'zida farq qilar ekan. Sizda avtomatizatsiya bo'lishi yaxshi. Avtomatizatsiyangiz har bitta bo'limi bo'lgandan keyin siz uchun keyingi bosqich bitta yaxlit tizimga o'tkazish kattaroq effekt beradi. Chunki hozir tadbirkorliklarda rosa trend bo'ldi yoki keyingi urovingga chiqaman desa, yaxshi biznes ustozlarni, coachlarni chaqirishadi yoki yaxshi finansiy konsultantlarni chaqirishadi. Ko'ringda hammasini menga strategiya qilib bering yoki moliyaviy analiz qilib bering deyishsa, yaxlit kartinani yig'ish uchun ham ancha vaqtlari, sarmoyalari ketib qoladi. Sizda Odoo ERP yoki shunga o'xshagan modulyarni ERP'lar bo'ladigan bo'lsa,
bittada kelib, bittada analiz qilib berishadi, bittada ko'rishadi, hamma ma'lumotlar tayyor. Kerak bo'lsa, bu международный finansiy отчетность bilan qurilgan, bittada to'g'ri qurilgan bo'ladi va ularni qiladigan ishi faqat analiz bo'lib qoladi. Va analizda bir qismi sizda Odoo'ni o'zida ham bor. Xususan ABC, H-stocking yoki yana nima deyish mumkin? Har xil skladingizni, produktingizni, sotuvingizni, finansingizni, zakupkangizni analiz qilib beradigan, pulingizni qayerda oshqicha yotganini ko'rib beradigan o'zini analizlari ham bor. Agar to'g'ri o'qishni bilsangiz yoki ChatGPTdan yaxshi foydalansangiz, yoki bo'lmasam Odoo'ni o'zini ichidagi sun'iy intellektdan foydalanib to'g'ri savol berib tursangiz, Odoo'ni o'zini ham sun'iy intellektni ichida to'g'ri analizlar, prognozlar berib ketishi mumkin. Bundan siz faqatgina litsenziyadan yutmayapsiz, hali aytganimdek, ma'lumotdan ham yutyapsiz. Lekin agar hozir o'zingizni tadbirkorligingizda qanaqa programmalar ishlatyapsiz, u sizga nechta pulga tushyapti yiliga hisoblab ko'ring va Odoo'ni saytida pastda silka qoldiraman. Narxi hisoblash kalkulyatoriga bosib ko'ring, aynan siz uchun nechta pul chiqadi, o'zingiz hisoblab ko'ring. Aynan 10-15 ta tadbirkorlikda bu oyiga nechta pul tushadi, aynan hisoblab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda yiriroq tadbirkorlik bo'ladigan bo'lsa, yana ham farq qiladi. Xo'p, bugungi videomiz aynan shu haqida edi. Sizda yagona avtomatizatsiya va tarqoq avtomatizatsiyani farqi qanday bo'ladi va aynan mana bu yagona avtomatizatsiyani joriy qilish summasi, joriy qilish sal qimmatroq bo'lishi mumkin, qatdan qoplanib ketishi haqida men bugungi videoda tushuntirib berishga harakat qildim. Odoo'ning modullari rosa ko'p, sotuv uchun, zakupka uchun, marketing uchun, sklad uchun, xodimlarni boshqarish uchun, o'zingizni obyektlaringizni, moliyangizni boshqarish uchun, mashina transportlaringizni boshqarish uchun rosa ko'p modullari bor. O'zini standarti 70 dan ortiqroq moduli bo'lsa, qolaversa har xil dasturchilar navorochinniy har xil bizneslarga qo'shimcha modullar yozib, 50 mingdan oshiqcha modullarni ham publichniy qo'yib qo'yishgan, ularni ham olib ishlatishingiz mumkin. Biza Deep Vision Consulting jamoasi aynan bizneslarni avtomatizatsiya qilishda yagona ekotizim o'rnatish bo'yicha O'zbekistonda yetakchi IT kompaniyalardan hisoblanamiz. Sizni ham biznesingizda raqamlashtirish, avtomatizatsiya, raqamli transformatsiya uslugalariga ehtiyoj bo'lsa, menga quyidagi havola orqali yoki telefon nomeri orqali bog'laning. Birgalikda sizni tadbirkorligingizda nimalar qilish mumkinligini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi.